Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun G'ulakandos qishlog'i Ibn Sino ko'chasida yashovchi Abdukarim aka Barotov xonadonlariga tashrif buyurganman. Sizlarga video murojaatim shundan iboratki, Abdukarim aka xonadonlari hozir sizning yordamingizga muhtoj. Abdukarim aka baxtsiz hodisa tufayli nogiron bo'lib qoldilar. Hozir bular tabobat olishlari kerak. Shu muborak Ramazon oyi arafasida sizlardan iltimos qilib so'raymiz. Kimning qo'lidan qancha kelsa, shu Abdukarim akamga yordam qilsak, Xudo xolisa bular ham sog' salomat bo'lib ketadilar. Shu kunlarda, shu oilada qilinayotgan har qanday xayr ehsoni savobi katta bo'ladi. Hozir ekraningizda ko'rib turgan nomerda Dushanbe City biriktirilgan. Mana shu nomerga qo'ldan qancha yordam qilishlaringni hammalaringdan iltimos qilamiz. Chunki biz 50 mingdan ortiq xalqmiz. Oz-ozdan yig'ilib daryo bo'lur degan naql bor. Hammamiz kam-kam yordam qilsak, ham savobga ega bo'lamiz, ham bir insonni tabobat olishiga, sog'ayib ketishiga o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Sizlarga oldindan rahmat deb qolaman. Sog' bo'linglar. Yana bir marta takrorlayman, Dushanbe City'ga biriktirilgan telefon nomeri sizning ekraningizda.